Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Katta rahmat, pul o'tdi. Men Surxondaryo viloyatidanman. Anchadan beri kuzataman sizni Instagramdan, Telegramda shart beruvdim. Mana haqqoniy ekan, ishondim. Katta rahmat. Nima? Karislarni achchiq ramyonidan yeb bering. Agar yeyolmasangiz menga 1 million tashab bering. No problem. Hoppa. Mana karislarni super achchiq ramyoni. Hoppa, yanada achchiq bo'lishi uchun super qalampir. Hozir mana tayyorlaymiz endi, suv quyamiz. Super achchiq ramyon tayyor bo'ldi. Bismillah. Uy bile. Yo. Taslimman, karta qoldiring, 1 million o'tkazib beraman. Yeya olmadim, to'g'risi. Jiyanga ham beryapman, bitta yeb ko'rsin. Şey пошел. Кушай. Кушай. Вообще острый yebomini. Bir qoshiq oldi ketdi. Bu shartni mana Telegramda obunachimiz yozib qoldirgan, mana shartlarini yozib qoldirgan. Mana shu yerdan men shartni bajarganman. Hozir lichkalariga men yozib qo'yganman, qaranglar. Bosamiz, mana lichkalariga yozdim, karta so'radim. Shu kartalarni olamiz. Kartadagi ism Lola Karimova ekan. Qaranglar, 1 million deb yozdim. Endi perevod qilamiz. Kod keladi, kod yoziladi va perevod o'tadi. Mana pul tushdi. Buni screenshot qilamiz va obunachimizga shuni jo'natib qo'yamiz. Mana kimga men pul o'tkazib berayotgan bo'lsam, har bitta obunachimizga xuddi shunday, bu yerda tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik yo'q qadrdonlar. Alloh taolada qasam ichyapmanki, har bitta mana shu pul o'tkazayotgan odamlarim bular oddiy sizga o'xshagan, menga obuna bo'lib, kuzatib, shart yozib borayotgan obunachilar. Bilmasdan turib, shoshilib kommentariyaga har xil bilmagan narsalaringizni yozishga harakat qilmang. Ertadan keyin sizning shartingizni bajarsam ham, keyin pul o'tgandan keyin uyalib qolishingiz ham bor.